Men sizlarga hozir dunyo tanigan katta kompaniyalardan to'rttasini aytib beraman. Ishini nimadan boshlagan ekan aytaymi? Joy arendovat qilgani puli yo'qligidan akasini, amakisini, dadasini garajida boshlagan ekan ishini. Birinchisi Apple kompaniyasi uyidagi garajda o'tirib boshlagan ekan ishini. Ko'pchiliklarning qo'lida bor iPhone. Ikkinchisi Microsoft. U ham garajda boshlagan ekan ishini. Mercedes zavodi bilasizlarmi nimadan boshlagan? Mercedes konserni dunyodagi eng mana kuchli konsernlardan. Ha bitta ustaxonadan boshlagan. Ulardan qarang, bular g'ayridinlar bular. Bular namozi yo'q, bularda taqvosi yo'q, ibodat yo'q, faqat himmati bor, harakati bor va sabri bor. Shular yetganda nimaga musulmonlar yetmasligi kerak? Bitta yutizib qo'ysa bo'ldi, tugadi degani emas. Muvaffaqiyatga intilgan odam mag'lubiyatlarga tayyor turish kerak. Ukalar, akalar, sizlar qo'lingizda tushirmanglar, bizga yo'q demanglar. Katta gulxon kichkina uchqundan boshlanadi. Qo'lingizda tushirmanglar. Men sizlarga hozir dunyo tanigan katta kompaniyalardan to'rttasini aytib beraman. Ishini nimadan boshlagan ekan aytaymi? Joy arendovat qilgani puli yo'qligidan